Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga sug'urta polisi haqida qisqacha bir ma'lumot berib o'tamiz. Xo'sh, men qo'limdagi cheklangan sug'urta polisi. Bu sug'urta polisi cheklangan. Xo'sh, 5 tagacha va undan ortiq haydovchilarni qo'shish imkoni mavjud. Xo'sh, cheklangan sug'urta polisi biz bilamizki, avtomobil boshqarish uchun quyidagi haydovchilar ro'yxati, haydovchilik guvohnomasi bor haydovchilar mana shu yerga kiritiladi ma'lumotlari va haydash imkonini beradi. Xo'sh, yaqin qarindoshlar haqida bir ma'lumot berib o'tamiz. Siz nimani tushunasiz yaqin qarindoshlar haqida? Biz so'raganimizda yaqin qarindoshlaringiz kim deganda shunday javob berishganki, amakim, tog'am, jiyanlarim, ular meni yaqin qarindoshim deb tushunishadi. Lekin bu haqda o'ylashimiz ozgina no'g'riroq. Yaqin qarindoshlar deganda biz tushunishimiz kerak, ota, ona, er, xotin, o'g'il, qiz, aka, uka, opa, quyidagilar birlamchi yaqin qarindosh hisoblanadi. Xo'sh, mana shu yerga haydovchilar ro'yxatini kiritganimizdan keyin avtomobilni boshqarish imkoni mavjud bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerga esa aka, uka, yaqin qarindoshlaringizni ma'lumotlari yozib ketiladi. Shunaqa bo'ladi. Bilasiz, 2026-yil 1-yanvardan sug'urta polislari narxi oshgan. Sug'urta polisi, cheklangan sug'urta polisi 160 ming so'm etib belgilangan. Ma'lumot yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, yaqin do'stlarga jo'natib qo'yishingizni so'rab qolamiz.